Ismim Charosxon Yo'ldashalieva. Ismim Nuriya Hakimova. Ismim Dilnoza Ergasheva. Baraka School'ning 11-sinf o'quvchisiman. Men 17 yoshimda Amerikaning top universitetlaridan biri bo'lgan Colorado Mesa va St. Thomas Aquinas College'ga umumiy miqdorda $128,000 scholarshipni qo'lga kiritdim va talaba bo'ldim. Men Amerikaning St. Thomas Aquinas College va Birmingham universitetining Dubay kampusiga umumiy miqdorda $92,000 grant bilan talaba bo'ldim. Barcha tengdoshlarim kabi men ham chet el universitetlarida o'zim istagan sohada o'qishlikni orzu qilganman va bugun mening orzuyim ushaldi. Men dunyoda 43-o'rinda turuvchi New York University Shanxayga 100% grant asosida qabul qilindim. Ota-onamning menga bo'lgan ishonchi, maktabimiz o'qituvchilarining, ya'ni ustozlarimning bergan bilimlari, school kanslerimizning bergan tavsiyalari orqali shu natijaga erishdim. Bunday yutuqlarga erishishimizda Rahim School bergan imkoniyatlardan juda ham mamnunmiz.